ota, ona, katta inog'a maydani tarbiya beraman desa, qaysi vaqtga ursa bo'ladi? Shunday bir vaqtga ursinki, o'sha bachcha yo qiz bilsinki, nima uchun latayibdi. Ola bu yanki bachcha turib ketdi, ko'rdingiz, 2,5 yosh bachchadi. Buni agar ursangiz, baxotirki piyola sindiribdi masalan, baxotirki tirmizni sindiribdi, baxotirki suvni bejoy to'kibdi, baxotirki telefoningizni cho'zib taylabdi, qo'ydiribdi. Ola bahar dalilki siz bu bachchani uraman desangiz, u bilmaydiki siz nima uchun uribsiz. Bilmaydiki nima uchun otani oldidan dashga chiqarilibdi, onani oldidan dashga chiqarilibdi, nima uchun latayibdi, bilmaydi. Argo siz xohlaysiz tarbiya beraman desangiz, bachangizki 7 ga bordi, 8 ga bordi, 9, 10, 11 tok balog'atga ishtadi. To o'sha vaqtgacha sizga fursat, sizga muhlatki uni siz tarbiya bersangiz. Mana bundoqsi bir bachchani vaqtiki telefonni sindiradi, agar ogoh qilsangizki sen telefonni sindirding, endi bizlar qanday qilib irtibotot qo'yim qilaylik qavmi xish famil bilan. Falonchi joyga mushkilga qolib, biz endi shu mushkulimizni qanday qilib hal qilaylik? Shundoqsi bir gapoyi purmano oqibati va zarari korini siz unga aytib bering, tushuntiring. Yo do'koningizni vasoilini past-pesh qilibdi, yo rado badal qilibdi. Xulosa har bir narsa uchunki siz bu odamga o'rgatsangiz, bu tushunadi. Va daroindaga mutavajjih bo'ladiki, hamchun kor bu anjom bermasa uchun munasidan, onasidan yo katta inog'adan, sarparasidan nima dalilga latayibdi, shuncha gapni tark qiladi. Va ba'd shu bachcha o'zini o'sha koridan qaytaradi. Bas binoan kattalar mayda bachchalarga tarbiya beradi, vaqtini, fursat va muhlatini bilsin. Ki qaysi vaqtga bachcha dark qiladi, biladiki nima uchun latayibdi. Ena u vaqtga siz bachchani uring yo o'rgating va to vaqtiki bachcha dark qilmaydi, sizni gapingizni dark qilmaydi, nima uchun latayibdi, u vaqtga o'zingizni boshingizni ag'ritmang. U vaqt dediki siz bu tahammül qilsangiz, agar bachangiz har bir nuqsni sizga keltiradi, uni nuqsini siz nochor va noguzir bu tahammül qilsangiz